Men o'zi ikkita farzandim bor deb o'ylaylik. Hozir boshqa turmush qurdim deb o'ylaylik. Uni bitta farzandi bor. Ikkita bolasi bor odamga sertifikat nima kerak? Siz aytayotgan norma farzandlikka olishda 50-60% qisqartiraveradi. Shuni nazarda tutyapman, xolos. Biz aytayotgan misollarga tushmaydi, ularga cheklov qo'yyapmiz hozir biz. Mana men farzandsizman. Endi sudda ko'rganman-da, sudyalar aytadi shunaqa deb. Farzandsiz. Menga farzand kerak. Meni eng yaqin jigarim kim? Yo akam, ukam, yo xotinimning opa-singlisi. Yo ular tug'ib beradi, yo bular tug'ib beradi, to'g'ri? Uni olayotganimda siz aytayotgan men sertifikatga ketishim kerakmi o'z xotinim bilan? Shunaqa. Nima uchun? Sabab. Chunki birinchidan biz xorijiy tajribani o'rganganimizda oddiy misol uzoqqa boramiz. Rossiya qonunchiligida ham berilgan. Mana qarang. Uni o'zini bolani oilasi bor, bu bor. To'g'rimi? O'shanga ota-onalik ko'nikmalarni o'rgatish uchun shunaqa kurslar. Bir haftalik chaqaloq desam-chi, raddomdan uyga olib kelsam-chi. Farqi yo'q uni. U ko'nikma, farzandni tarbiyalash ko'nikmasini o'rgatadi u kurslar. Endi mayli, siz aytganingizdek, hali farzandi bo'lmagan ota-onaga ko'nikma kerak, to'g'rimi? Uylanib 9 oydan keyin farzand bo'lsa ko'nikma qilib olardim. Tushunmadim. Bormi meni? Birinchi farzandim tug'ilganda sertifikatim bormi uyda meni? Yo'q, sizni deyapsiz-ku, farzand uchun ko'nikma. Bir hayotiy misollar bilan yozishingiz kerak qonunda. Ko'nikma deyapsiz. Demak, farzand boqish uchun menga kimdir ta'lim berish kerak, qo'limga sertifikat berish kerak. To'g'ridan to'g'ri uylanib farzand bo'lganda kim menga sertifikat beryapti? Yo'q, hech qanaqa u kerak emas narsa. Ortiqcha to'siq. Siz aytayotgan narsalar keling bitta yurist sifatida buni bitta narsa to'ldirib ketib, tutingan ota-onalarga sertifikat keragiga qo'shilamiz. Chunki bu shartnomaviy munosabat. Shunday. Birovning bolasini vaqtincha uyga olib borib, mana deylik hayotiy misol Murod Nazarov 8 ta qizni uyga borib, 18 yoshga to'ldirib, uyli joyli qilib o'qishga kiritib yubordimi? Bu shartnomaviy munosabat. Bu yerda haqiqiy o'zingiz aytganingizdek haqiqiy ota-onalik maqomiga ega bo'ladi-ku sud qarori chiqqandan keyin. O'zining farzandi-ku. Shunday. Hayronmiz, nega bunaqa to'sib qo'yiladi? Balki yozishingiz kerakdir. Farmondan kelib chiqib, istisno tariqasida ota-ona qaramoqdan mahrum bo'lgan va yetim bolalarga nisbatan sertifikat alohida qo'llayvering. Lekin biz aytayotgan misollar o'zi kelishib turib olayotgan bolalarga sertifikat bizningcha, mening fikrimcha ortiqcha. 185-son farmon bo'lguncha mana bolalar uylaridagi hamda mehribonlik uylaridagi bolalar uchun qonuniy vakillik ushbu muassasaning rahbarlariga bergandi. Endi o'sha narsalarni biz bekor qildik. Undagi vasiylik va homiylikni biz inson markazlariga olib berdik. Shunda muassasalarda hozir vasiy va homiy bo'la olmaydi ular.